Mana bunisi yangi ochilmagani. Mana ozgina qolgan. Buni ham meni qaytib olib kelgan edim. Anaqadan O'zbekistondan. Sizlar bilan tayyorlaymiz. Har kuni ertalab ochiqoringa. To'g'risini aytaman, endi uyg'ondim chunki juma bizda dam olish kuni, juma butun Misr dam oladi. Mana bunaqa bir osh qoshiqda solib qilamizda, ustidan iliq suvni. Faqat hozir endi mana kollagen kukun shaklida bo'lgani uchun mana xona haroratidagi ham bo'ladi yoki ozgina bir iliqroq qo'ysangiz ham bo'ladi. Bo'ldi. Sochinglar, tirnog'inglar ozish jarayonida osilmasligilar, вот, eng asosiysi ozishinglarga ham yordam beradigan, ishtahani bo'g'ib beradigan. Men ayrim paytlarda mana shuni o'zini ichaman, bo'ldi. Nonushta ham qilmay ketadigan vaziyatlarim bo'lib qoladi. Syomkalar bo'lsa, o'sha paytda ketaveraman. Yordam beradi. Mana tayyorlab oldim. Ta'mi приятный.